Satoru Gojo va Ryoman Kuna Jodugarlar jangi animangasidagi eng mashhur personajlar va ko'pchilik muxlislar tomonidan ularni jangi hikoyadagi eng yaxshi qism hisoblanadi. Va ko'pchilik bu Big Jutsu shedevr Kaizen momenti ekranizatsiyasini kutishmoqda. Mana bunday istisno emasman, конечно. O'tgan yil Iblislar qotili va Arrodam animelari bo'yicha filmlar, Cheksiz qasr va Rezer katta mashhurlik, kassada ko'p pul va agregator saytlarida yuqori reytinglarni qo'lga kiritgani sababli muxlislar Satoru va Sukuna jangini ham film ko'rinishida bo'lib, kinoteatrlarga qo'yiladigan teoriyaga ishonishyapti va bu reallikka yaqin fikr. Chunki Mappa albatta o'zini eng mashhur serialdan ko'p pul topishga qarshi bo'lmaydi. Ushbu videoda shaxsiy kuzatuvlarimga ko'ra ushbu film qachon chiqishi, taxminan qancha davom etishi va undan nima kutish mumkinligi bo'yicha fikrlarimni bo'lishmoqchiman. Avval boshiga hozirgi Jujutsu Kaisen ekranizatsiyasini qaysi nuqtasidaligimizni eslab olaylik. Hozirda, ya'ni 2026-yil 9-yanvardan beri 3-mavsum, ya'ni Cooling Games yoxud o'zbekchaga tarjima qilganda taxminan yo'q qilish o'yini arkasi ekranlashtirilyapti. Uzr, tarjima yemagan shunga Cooling Games duraman. Xullas, 3-sezon davomida allaqachon 7 qism chiqdi va bir hafta tanaffus hozircha va hozirgi epizoddagi Tokioning birinchi koloniyasi Gojo mangada 161-bobba ekranizatsiyasi. Gojo bilan Sukuna urushadigan segment 223-dan 236-gacha davom etadi. Bu degani-da, hech bo'lmasa 3-sezonni tugashini kutish kerak va rasmiy xabarlarga ko'ra, u mana yil oxirigacha davom etishi mumkin. Hisob-kitoblarga va mantiqqa ko'ra 3-fasl Tokio jodugarlik maktabi o'quvchilari Hana Kurusu yoxud Angelni la'natlangan texnikasi Yakab zinasi orqali Satoruni Kenjaku kubidan ozod qilishi va Sukunadan bitta juda ham yoqimli syurpriz bilan tugaydi. Shundan kelib chiqib aytsa bo'ladiki, Mappa studiyasining Jujutsu Kaisen bo'yicha asosiy keyingi prioriteti Satoru Gojo va Ryoman Sukuna jangini animatsiyalashtirish bo'ladi. Afsuski, Mappa bittada bir necha animalarni ekranlashtirishni hisobga olsak, Fotablga o'xshab faqat bitta yo ikkita emas. Shuni hisobidan 3-sezon tugashi bilan darrov filmni olmaymiz. Xullas, hamma plus-minuslarni bir joyga yig'sak, katta ehtimol bilan film katta ekranlarni xudo xohlasa kelayotgan 2027-yilda ko'radi, maksimum 28-yil. Agar proyektlar ko'payib ketsa va Mappa o'z xodimlarini pasportini olib qo'yib, podvalda qamab va oilalarni ko'rishga bermasa. Korotchi, afsuski bilan hammasi rasmiy ma'lumot emas. Meni shaxsiy spekulyatsiyam va qaysidir ma'noda umidlarim 99.9% ga umid qilsak bo'ladiki, Mappa o'zini hamma resurslarini shu filmga qaratadi va biz top tierdagi animatsiya, risovka va texnik qismni olamiz va bemalol mana shu 10 yillikdagi balki даже umuman anime tarixidagi eng epik va qaysidir ma'noda emotsional janglardan biri bo'ladi va 1 soat 40 daqiqa yo даже 2 soat davomida yuqori darajadagi attraksion guvohiga aylanamiz. Nima bo'lganda ham mana shu sezonni ko'rib olaylik, eson olmoqchi bo'lsa. E'tiboringiz uchun gigantik va galaktik rahmat. Komment yozish va like bosishni unutmanglar. Kinoteatrda ko'rishguncha.